Andijon viloyatining Asaka tumanida aholini toza ichimlik suvi bilan barqaror ta'minlash va kommunal xizmatlar sifatini oshirish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori ijrosi doirasida suv ta'minoti tizimi modernizatsiya qilinib, hududlarda zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda. Xususan bir qator mahallalarda zamonaviy suv hisoblagich uskunalar o'rnatilmoqda. Bu orqali iste'mol sarfini aniq hisoblash, shaffoflikni ta'minlash hamda resurslardan oqilona foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi. Bu esa nafaqat tizim samaradorligini oshiradi, balki aholi uchun adolatli va qulay to'lov mexanizmini ham yaratadi. Bugungi kunda aholini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash, kommunal xizmatlar tizimini zamon talablari asosida takomillashtirish eng muhim vazifalardan biriga aylangan. Zero inson salomatligi, turmush farovonligi va hayot sifati avvalo ichimlik suvining tozaligi va barqarorligiga bevosita bog'liq. Davlatimiz rahbarining 343-sonli qarori ijrosi doirasida hududda suv ta'minoti tizimi bosqichma-bosqich modernizatsiya qilinib, zamonaviy yondashuvlar joriy etilmoqda. Asosiy e'tibor aholini uzluksiz va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda tizimda shaffoflikni ta'minlashga qaratilgan. Xususan tumandagi 10 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida jami 1468 ta zamonaviy suv hisoblagich uskunalarining o'rnatilishi bu boradagi amaliy ishlar samarasining yaqqol ifodasidir. Ilgari suv sarfi taxminiy hisob-kitoblar asosida belgilangan bo'lsa, endilikda har bir xonadonda iste'mol aniq va shaffof hisobga olinmoqda. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, mazkur tizim nafaqat suvdan samarali foydalanishga, balki noqonuniy ulanishlarni bartaraf etishga ham xizmat qiladi. Ichimlik suv ta'minotini ichkariga xonadonga olib kirib berish bo'yicha reja grafik tasdiqlangan. Bunga ko'ra Andijon viloyati 16900 ta suv hisoblagich o'rnatish reja grafik tasdiqlangan. 2025-yil rejasiga asosan shu kungacha hozir 13900 ta hisoblagich o'rnatib, viloyat ko'rsatkichi 82% ga bajardik. Jami 9 ta shahar tumanda bu ishlar davom etyapti. Yangilangan tizim aholi uchun ham qator qulayliklarni yaratmoqda. Endi fuqarolar faqat o'zlari iste'mol qilgan suv uchun haq to'lashmoqda. Shuningdek, zamonaviy hisoblagichlar orqali suv sarfini doimiy nazorat qilish imkoniyati paydo bo'ldi. Natijada isrofgarchilikka barham berilib, har bir xonadon o'z kommunal xarajatlarini aniq rejalashtirish imkoniga ega bo'lmoqda. Iste'mol qilgan suvimizni qancha ketganini bilib, ashunga to'layapmiz. Burun qilanar edi, har bitta odam soniga chachilib olinar edi. Asaka tumanida amalga oshirilayotgan bunday keng ko'lamli ishlar nafaqat bugungi kun, kelajak avlod uchun ham mustahkam poydevor yaratadi. Zero toza suv sog'lom hayot garovi. Uni asrash va oqilona foydalanish esa har birimizning umumiy burchimizdir. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.